Lekin Ibrohim, jigar, shu zapal bo'lish bo'yicha yomon chempionsiz-da. Sal ehtiyot bo'lib yuring, yoki to'g'ri yuring. Ey, Ibo qayerdasan deyotganlar, men bu Toyota turib sotgan ovozingiz. Ibrohim hojaga vaqtingiz bormidi bo'lib qolishadi. Faqat uning o'yingizdan sal yana ham yaxshilashingiz kerak-da. Xarakteringizni ham o'zgartirishingiz kerak. Jigar, Toyota turib sotgan. Bilasiz, Toyota'ning eng katta mashinalaridan eng qizig'i bu 3.5 twin turbo motorligi. Va eng full hisoblanadi. Bilasiz, 3.5 twin turbo motorligi. Orqada ham monitor, JBL akustika sistema, perforatsiya sistemi, xullas full orqasini kattaligi. Bagaj shu qadar katta ochilar ekanki, mana qarang. Yoziladi bor-ku, naves qilib tapchan qilib o'tirsangizdan bo'ladi, mana shu topib chiqib. Bagajni ham kengligini qarang, o'zi 3 qatorli yotqizib qo'ysangiz, qarang qanchalik keng. Kengligini mana shu Miking moyni taxminan hajmida ham ko'rib olsangiz bo'ladi. Miking moyni bitta eslatib o'tib ketyapman-da, jigar. Mana Toyota, Hyundai, Kia, xullas, hamma markaga dopuski bor. Mashinalarga o'zi menimcha hamma qo'yadi. Markalaringizga ham qo'yib yuboring. Korean premium moyi bu jigar. Bitta like bosib qo'ying, inshaalloh hamma Ibrohim hojakalarga, Ibrohimjonlarga hammaga nasib qilsin. Men start stop knopkasini ko'ryapsizmi? Отпечатка палецli bo'ladi. Undan tashqari mana rejimlarini ko'pligini ko'ryapsizmi? Shu mashinani hozir yangisini olaman desangiz 115, 120 million. Undan arzon emas. Lekin atigi 31 ming yurganini nech pulga olsangiz zo'r? 85 mingga shikolat narx bo'lardi. Yo'q, 77.900 ga bosib olsangiz bo'ladi. Xohlagan joyingizdan surishtirib ko'ring, 85 mingdan kamga sotilmayapti bunaqa probeglar. 31 ming probeg, 22-yil kraskasi, top-toza va oppoqqina jemchuk rangligi sizga yomon yarashadi lekin.